Eng yangi vahimalik asar tushimdagi olvosdi. 4-qism. Bu jasadmi shu asardagi sirliq o'lib ketganlarning birisi edi. Men uningga qarab turganda, u tuyuqsizli chirib ketgan ko'zlarini ochib, menga tikilib. Senmi? Menga hamra bo'g'ili keldingmi? Kela. Endi bu yerda esilib turib, zerikib ketmaydigan bo'ldim. Deb bo'g'uq ovoz bilan vaqirdi. Men inimni ko'tarib, bir ikki qadam qochmay turibla, uning bo'ynidan esilgan tani uzilib, yerga paqqida tushdi. Okamning balasi 5-6 yoshlarda bo'g'ashqa ko'tarish taskanmadi. Inimni ko'tarib, qochadigan joy topolmay, bino ustiga qarab qochdi. Ustiga chiqqanda qarasam, osmon qop-qorong'u bo'lib, yulduzlar ko'rinmaydi. Qop-qora bulut orqasiga o'zini yushirib, goh ko'rinib, goh bulut orqasiga sho'ng'igan oy qip-qizil turadi. Ukamni uyg'otmoqchi bo'lib, qo'limga qarab, qo'limdagi narsani yerga tashlab etdim. Qo'limdagisi qon bilan bo'yalgan noit sat bir qo'nchoq edi. Ukamning nega ketganligini bilmay turganda, yana bir tarafdagi qorong'ulikda bir ko'langini ko'ygandek bo'ldi. Turqidan odamga o'xshitib. Kim o joyda? Nima ish qilyapsan o joyda? Gap qila! deb to'lidi. O asta-asta yaqinlashganda qarab, qo'rqib turibli qoldi. O mening o'z singlim bo'lib, menga qo'lini tanglab. "Aka, meni qutuldirib ol!" deb to'g'lidi. Kallam noit tez tafakkur qilib, endi nima ish yuz berdiganligini bildim va "Uni qilma, to'xta!" deb vaqirib, singlim tarafga o'qdak etildim. Ammo yanala kechikib qoldim. U bino ustidan o'zini tashladi. Pastga qarab, uning ezilib ketgan beshini ko'rib, vaqirab ketdim. Orqadan esimga bir ish kelib, yiroqroq bir joydagi daraxt tuviga qaradim. Rostilla daraxt tuvida bir jup qizil ko'z menga qarab tikilib turardi. Nemish bo'lib ketganligini bilmayla qoldim. Buning hammasi men yozayotgan yana bir asrimning mazmuniga. Bu qandoqmi mumkin bo'lsa, deb o'ylab, shundoq asar yozganimdan pushaymon qildim. Orqadan gelimni noit kuchli bir qo'l siqqandek bo'ldi va o'zimni kontrol qilolmay, asta-asta bino qirg'iqiga yaqinlashdim. Va oldimda menga qarab, "Kimsan? Nima ish qilyapsan? Yana mangsang tushib ketsan, to'xta!" Davatgan birisining ovozini anglab, beshimni burab, qarab hayronlik qoldim. Oldimdagi dal o'zim edim. G'uvachayotgan oy nurida uning chiroyini ko'ra oldim. Ammo oldimdagi mening chiroyimni ko'ranmadi. Men o'zimga yalvorib, "Meni qutqizib ol, sendan o'tilib qolay!" deb qo'limni tangladim. O nemish bo'lganligini bilmay tengirqab turibla qoldi. Men noma'lum kuch ta'sirida bino qirg'iqiga yiqilib kelib qoldim. Oldimdagi menga yaqinlashganda noma'lum kuch ta'sirida binodan sakrdim. Yer yuziga 1 metrda qolganda butun badanim titrab, asta esimga keldi. Yenimga qarasam, ukam telefonni tutib uxlab qopti. Asli men uyga kirib, ancha uzun o'tmayli uxlab qolgan ekanman. Hozir tex tong otmagan bo'lib, uyqum kelmay, singlimga xat yozib qo'yib, qo'rqinchli kino ko'rmoqchi bo'ldim va ukamga bir qarab qo'yib, "Sen tursang, nimadan qo'rqaman, a?" deb Alvasti chaqirish degan kinoni ochdim. Qo'rqib turib, birdam ko'zimni etib, birdam telefonni yontoq qilib ko'rayotganda mo'ramni birsi tutdi. Qo'l mo'ramni tutishi bilan tang noit so'g'uq bir sezim butun badanimga tarab, yuragim gupildab so'qib ketdi. Asta ko'zimning quyruqida qaradim. Hech nima yo'q. Ammo birsi aniq mo'ramni tutib turardi. Medirlashga jur'at qilolmay, asta kinoni to'xtatdim. To'xtatishim bilan tang sezimmi yo'q edi. deb
cho'nqir birini tinib qo'yib, orqamdagi yo'linib o'ltirgan tomga bir qarab qo'ydi. Tuyuqsizli ishikni birsi yenik, takshi chekayotganligini sezdim. Enimning pushildigan ovozi bilan qo'shilib, bu ovoz bakli g'alati anglandi. Orqadan ishik chekkan ovoz ishikni yenik todalayotgan ovozga aylandi. Sirtdagi nima nas ekanligini bilamay, telefonni o'chirib, beshimni purkab, enimni quchoqlab uxlamoqchi bo'ldim. Uxlab, ancha uzun o'tmay, yana tush ko'rib ketibdiman. Tushimda o'zimning uyida yotdim. Sirt, sutdek oydan bo'lib, oy yo'riqida shaparanga o'xshaydigan ishki qog'ining cho'ngliqidagi nurg'un ko'langilar o'gizidan o'giziga sakrab uchib yuradi. Ularning nima ekanligini bilmay qarab tursam, birsi paqqida qilib derazaga chaplashib, uy ichiga qarashga boshladi. Menmi ko'zimni uzmay onunga qarab turdim. O bir oz qarab turgandan keyin sapsaq aynakdan beshini tiqib kirishga boshladi. O kirayotganda bizning noyida yo'g'on bir mushukimiz bor edi. Shu mushuk karvat ustiga sakrab chiqib, heliqi narsaga qarab xiris qilishga boshladi. Heliqi narsa uyga kirib bo'lgandan keyin mushuk birla sakrab uninga esildi va karvat ostiga so'rab kirib ketdi. Sirtda heliqi narsalar texichil uchib yuradi. Men yotqanga ching purkinib yetayverdim. Karvat ostidan chirqirgan, miyangshigan har xil ovozlar anglanib turdi. Bir ozdan keyin ovoz to'xtab, bosh ko'z qon bilan bo'ylib ketgan mushukim heliqi narsaning o'ligini so'rab chiqdi. Kechidan yoqi shuningdek qalaymaqan tushlarni ko'ribla chiqdim. Atsi men uyga qaytdim. Onam ishqi ketdi. Uyga kelib, o'ylarga kalaga qarab bo'lgandan keyin bundaq ketaversam bo'lmaydiganligini his qilib, qo'limga daftar qalamni oldim. Bundan keyin telefonga qarash vaqtimni tangshayman. O'yinni oz o'ynayman. Qo'rqinchli kinoni ko'rmayman. Qo'rqinchli asarni oz anglayman. Anglasammi kunduzda anglab, kechsi telefonni qo'limga olmayman. Oqshimi burun uxlab, atigini burun qo'paman. Yotoq uyimni ratlik tutib, yaxshi turmush odati yetildiraman. Ko'zimni pat-pat aram oldirib turaman. Haddidan ziyoda charchab ketishdan saqlanaman. Shu kundan boshlab deginim bo'yi chiqildi. Ko'zimga ko'rinadigan narsalar ozlab, oqshimi qora bosmaydigan bo'ldi. Hozir hamma ishlar normallashib, asliga keldi. O'g'inish natijamni ko'tarildi. Shu kuni men singlimni ko'rgan tushimni o'ylab, shuningdan boshlab yozayotgan asrimning davomini yozmadim. Mening tavsiya qiladiganim telefonni oz o'ynang, o'zingizni asrang, ziyoda charchab ketmang. Ondan salonlarda asar o'qisangiz yoki anglasangiz, e'lon dastashni unutmang. Bo'lmasa, mendimi yomon kuniga qolasiz. Tushimdagi Alvozdi nomli asrimizning eng oxirgi qismi, ya'ni 4-qismi mush yerda tamomlandi.